Assalomu alaykum. Hurmatli YouTube obunachilar, mana xudo navbatdagi 12 talik komplektlarimiz tayyor bo'ldi. Video obzorimiz boshlashdan oldin kanalda yangi bo'lsalar obuna bo'linglar. Video obzorimiz yoqadigan bo'lsa, bittadan like bossa esdan chiqmasin. Mana ko'rishinglar mumkin, navbatdagi 12 talik va komplektimiz narxi atiga 3,5 million so'mga tayyor bo'ldi. 3,5 million so'mga arziydimi, arzimaydimi kommentarda o'z fikrlar qoldirishinglar mumkin. Video obzorimiz davom ettiradigan bo'lsak, xonlar razmeri eni 1.5 ga, uzuni 2.75, pasxon qilib, xon taxta qilib ishlatsa bo'ladi. Stolga keladigan bo'lsak, rossiyskiy lis va yog'ochda tayyorlangan. Gullarni ham chiroyli qilib, o'yma naqshlar yordamida ishlaganmiz. Spinka qismiga 3 dan 3 qavat, ya'ni 3 sm, zina qismiga 3 dan 4 qavat, ya'ni 12 sm machalga qo'yganmiz. Orqalarini ham ko'rishinglar mumkin, mana chiroyli qilib pardali, broshkali holatda ishlab berganmiz pardalarga moslab. Manzilimizni eslatib o'tamiz. Andijon viloyati Oltinko'l tumanida. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz, aloqa etsanglar bo'ladi. Butun O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmati mavjud. Qo'shni Qozog'iston, Tojikiston, Turkmanistonga ham dastlabkamiz mavjud.